Voy, necha marta aytish kerak senga? Kaltaga urib charchamading, urib meni charchamaydi. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Senim yaxshimisan? Yaxshi kelding, tuzukmisan? Jiyanlarim, hamma sog' salomatmi? Yaxshi kelding? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. O'zinglar yaxshimisizlar? Ha, yaxshi, rahmat. Yetmabsan-da kelishingga. Aytmasam kelgim keldi-da. Ne kayfiyating yo'q? Kuyovimiz bilan urushib qoldik. Kecha menga qo'l ko'tardilar. Baqirib. Rosa dilim og'ridi. Nima? Nima haqqi bor senga qo'l ko'tarishga? Ha? Nima foydalana bergandi? Qo'lini sindiraman uni. Unaqa qizishmang aka. Mana keyin ustidan kalta yeb yuribdilar. Hech kim oyoq qo'lingizni sindirmayapti-ku. Pichoqni oldi o'zingga ur. Og'rimasa birovga. Keyin ham birovni singlisi. Ertalabki holatni ko'rib qattiq xafa bo'ldim. Onasi, hali ham xafamisan? Qo'y, xafammi? Oilada bo'lib turadi-yu, baribir. Mayli, endi bir qizishib ketimman. Ke bo'pti, sen ham bitta tur. Ke urgin meni. Xursand bo'lasan, ur. Bir bo'ladi.